Salom. Men Hoffman konditsionerman. Hozir mendan to'g'ri foydalanish to'g'risidagi bir nechta tavsiyalarimni aytib o'taman. Agar ularga amal qilsangiz, albatta sizga uzoq vaqt davomida sifatli xizmat ko'rsataman. Meni o'rnatishdan avval mutaxassis bilan maslahatlashing. Xona o'lchami belgilangandan katta bo'lsa, isitish yoki sovutib berishga kuchim yetmasligi mumkin. Uyingizdagi tok kuchi pasayib ketishi mening ham kuchim kamayib ketishiga olib keladi. Filtrlarimni vaqtida tozalab turing, aks holda havo chiqarishga qiynalaman. Siz xohlagan haroratni ta'minlab bera olmayman va bu meni ishdan chiqishimga olib keladi. Salom. Men konditsioner boshqaruv pultiman. Mening ham tavsiyalarimga amal qiling. Har doim tez va aniq ishlashim uchun batareykalarimni o'z vaqtida almashtirib turing. Meni otmang. Sinib qolishim mumkin. Meni bolalar qo'liga bermang. Noto'g'ri tugmalarim bosib tashlanganda boshqa buyruqlarni berib yuborishim mumkin. Meni qulfga solib qo'ying. Salom. Men konditsionerni motori, ya'ni yuragiman. Meni chang bo'ladigan joyga yoki chordoqqa o'rnatmang. Ochiq havoda turishni yaxshi ko'raman. Ochiq quyosh ostida bo'lsam ham mayli. Agar radiatorim chang bo'lib qolsa, meni yuvdiring. Aks holda freonni muzlata olmayman. Meni mustahkam, qimirlamaydigan qilib o'rnatib qo'ying. Bo'lmasa shovqin bilan ishlab, sizni asabingizga tegaman.